Hop, keyingi masala, 3 ta bir xil doimiy magnit bor va har bir magnit energiyasi W ga teng. Agar bu magnitlarning mos qutublari jipslashtirib yopishtirilsa, sistema energiyasi qanday bo'ladi? Hop, demak, bitta mana doimiy magnit bor ekanmizda. Ns. Bitta magnit energiyasini W deb berilyapti bizga. Endi mos qutublari jipslashtirib yopishtirilsa, sistema energiyasi qanday bo'ladi? Bizga ma'lumki, mos qutublar bir-biridan qochadi. Demak, buni majburlab jipslashtiradigan tashqi kuch bo'ladi. Tashqi kuch ish bajargani uchun energiya ortishi aniq. Shuning uchun mana bu D javobni ola olmaymiz. Endi bitta magnit energiyasi W bo'lsa, 3 ta magnit energiyasi 3W bo'ladi, lekin uni tashqi kuch majburlab yopishtirgani uchun shu 3W dan ko'proq energiya sarflanadi. Demak, 3W dan ko'proq degan javob bo'lishi kerak. Demak, shuning uchun 3W ni ham ola olmaymiz mana. Endi hop, magnit induksiya vektori mana bu magnitni shimolidan chiqib janubga kiradi. Ichida janubdan shimolga o'tadi. Demak, bitta magnitda mana buni qandaydir B0 deb oladigan bo'lsam, mana bu 3 ta magnitda mana 3B0 bo'ladi. Endi hop, energiya zichligi formulasi B0 kvadrat taqsim 2 mu 0, mana bu mu 0 magnit doimiysi, mana bu magnit singdiruvchanlik. Hop, shunda bittasinikini energiya zichligini B0 kvadrat taqsim 2 mu 0 desam, uchtasinikini qandaydir 3 B0 ning kvadrat taqsim 2 mu 0 bo'ladi. Shunda mana bu 3 B0 ning kvadrati bizga 9 B0 kvadrat taqsim 2 mu 0 bo'ladi. B0 kvadrat taqsim 2 mu 0 hop, omegani beradi, energiya zichligini. Energiya zichligi degani bu hajm birligidagi energiya, ya'ni energiyani hajm bo'ylab taqsimlanishi degani. Demak, energiya zichligi energiyaga to'g'ri bog'langan va energiya zichligimiz 9 marta ortgani uchun energiyamiz ham 9 marta degan javobni olamiz.